Avvalo assalomu alaykum vatandoshlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana men Ramazon Zangita qabristoni go'rkovi 40 yildan oshiq shu qabristonda xizmat faoliyatini o'tkazgan bo'lsam, o'limni har kuni, har soatda o'ylab turish kerak. Har namozda o'limni o'ylab, balkim bu meni oxirgi namozim deb o'ylash kerak. O'limni har doim yoddan chiqarish kerak emas. Keldik, baribir ketamiz. Kelganlar, ketganlar. Bizdan keyinlar ham keladilar, ketadilar. Bir kuni bir odam otamning mazalari yo'q. Oka zo'rg'a yotibdilar, suv tomizib turib biza deb kelishdi. Doktor javob berib yubordi uyga dedi. Shunga dedi qabr kovlash kerak edi. Avvalambor umrlari uzoq bo'lsin dedim. O'tmagan odamga kovlab qo'ysa edi. Endi dedi, bu qattiq joylar 10 soat 12 soat kovlanadigan joylar edi. Buni dedim, masalan, peshinga 8 da kelib peshinga tayyorlab bera olasizmi desam, eplolmaymiz dedi. Peshinda bo'lsa asrga qila olasizmi dedi. Yo'q dedi. Shuning uchun kovlab tayyorlab qo'yavering. Shu qabrni kovlab tayyorlab qo'ydik. Shu bilan ancha vaqt o'tdi, men telefon qildim, ukam dedim. Qabr tayyor bo'ldi, tayyorlab qo'ydik. Desam shu o'zim sizga aloqaga chiqaman dedi. Aytaman, xabar beraman bir narsa bo'lsa dedi. Bir hafta o'tdi, 10 kun o'tdi, 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Shu bilan ukam mana shunaqa qabrni yopib qo'yaylikmi, nima qilaylik desam, uka sizga aytaman deb esimdan chiqib ketib qolibdi. Adam tuzalib ketib ishga chiqib ketdilar, ishlab yuribdilar. Shunaqa voqealar ham bo'lganda. Yer Allohning mulki. Shu joyda men shu insonga qabr kovlashga niyat qilib turibman. Shu insonni qabr ochilishlarini, qabr ishlarini yengillashtirgin deb, qabrdan, yerdan so'rash kerak. Xudodan so'rash kerakki, Parvardigor, shu odam gunohkor bo'lsa mabodo, gunohlari bor bo'lsa, gunohkor odam, gunoh qilmaydigan inson yo'q. Shu gunohlarni mag'firat qilib, yerlarini yumshatib bergin desangiz, Allohning farishtalari shu insonni sizni niyatingizga yarasha qilib, balkim yerlarini yumshatib berishi mumkin. To'g'ri, mana ko'p qabristonda bir hamkasabalardan, boshqalardan eshitib qolgan joylarimiz bor. Endi bu zamonda qilgan haligi nima deydi, kibrliklari bor, o'lishni o'ylamaganlar bor. O'shalarni niyatiga qarab ham qabr to'g'ri vazmin chiqishi mumkin, vazmin chiqadi. Lekin Allohdan qabr qazmasdan oldin yaratganga duo qilish kerak. Parvardigorim, shuni qabrini yumshatgin o'zing deb. Alloh farishta uni jonini oldimi Xudo? Uni farishtalar kelib qabrini ham yengillashtirib beradi. Yumshatib beradi. Biz endi shariatda ham eshitib turib biza boshqa qilib biza-ku, lekin shariatda qabristonga ayollar kirilmasin degan joyi yo'q ekan. Ayollar kelib ziyorat qilib, ota-bobolarini ziyorat qilishi mumkin. Faqat o'sha qilib qo'ygan yo'laklardan turib Qur'on tilovat qilinsa, go'rlarni ustini tepkilab bormasa, endi har xil vaziyatlar bo'ladiki, balkim har xil hasharotlardan qo'rqib qolishi mumkin, yo tushib qolgan go'rlardan qo'rqishi mumkin. O'shandan ko'ra shu mana qilib qo'yilgan yo'laklar bor. Shu qilib qo'yilgan yo'laklarning chetiga o'tiradigan o'rindiqlar qilib qo'yilibdi. Shu o'rindiq yaqinrog'ida kelib, o'rindiqda o'tirib tilovat Qur'on qilib, otasi, onasi, avlodini ziyorat qilib ketsa bo'laveradi. Endi juda shu kelgandan keyin ziyorat qilishim kerak ekan deb qabrlarning ustida bosib o'tishi men o'zim manaqamda ham, anaqada ham mumkin emas deb o'ylayman. Qishda, kuzda, bahor shu yomg'ir yog'averib yerlar namlanib ketib qoladi. Namlanib ketib qolgandan keyin qabriston katta, bu eski qabriston 150 ta 200 talab go'rlar tashiydi. Egarlari kelgani keladi, kelmagani kelmaydi. Chaqirtiramiz, shu kelib qilinglar, qilgan qiladi. Oxiri shu bilan kelmaganlarnikini ayvonidan
turpoq olib lahatga solib ustiga yengi qilib qabr qilamizda toshlarni qo'yib. Keyin buni egalari kesib, kelmaganlari kimni ko'mding deb janjal bo'ladi. Yengi bo'lib qolgan hayvonni ustidan lahatga solamiz, bo'lmasa u yopishmaydi. Hayvondan olib lahatga solinadi, lahatga hayvonning o'zini o'rniga yengi turpoq qilib qabr qilinadi. Buni keyin kelishib kimni ko'mding deb janjallar bo'ladi. Shuning uchun oxirgi paytlarda shu egalari kelmaguncha qilmaydigan ham bo'lib qoldik-da. Ochiq yotib turadi. Shuning uchun egalarini o'zi ham kelib xabar olib ziyorat qilib qarab ketib turish kerak-da. Zangata qabristonida bir necha marta bunaqa hodisa bo'lgan. Shu yigit kelib, "Voy aka, men qo'rqaman men" desa, uni zo'rlashgan. "Shu onang-ku qo'ymaysanmi?" degan. Shunda bu yigit majbur bo'lib qo'yib, o'sha qabrda jon berdi, u ham qo'shilishib. Qo'ydi, onasini qo'ydi, lekin chiqib jon berdi. Endi go'rkovning vazifasi, bu go'rkov bo'lgandan keyin har kuni mayit bilan muloqot qiladi. Shu kelgan mayitni egalarini mundoq rangiga qarash kerak. Birodar, o'rtog'im, og'ayni yo aka, sen o'zing bir oldin qo'yganmisan? Go'rni anaqasidan cho'chimaysanmi? Agarda aka, men qo'ymaganman, qo'limdan kelmaydi lekin. Agar iloji bo'lsa qo'yavering desa, u odamni salomatligini saqlash uchun buni qo'yib berish kerak. Qo'yib berish kerak. Nega deganingizda, u har kuni mayit qo'ymagan. Go'rni o'zini ham vahimasi bo'ladi. Keyin mayitni quchoqlab qo'yayotganda odam bu bola vahimaga tushib yuragini chataq qilib qo'yishi mumkin. Endi ayollarga kelsak, ayollar bizlar uchun nomahram. Kelgan mayit, ayolni go'rini qazish bizning vazifamiz. Mayitni olib kelganda, qabristonga olib kirganda, shu mayitni egalari, "Aka, siz meni xuddi okamdaysiz, yo otamday hisoblayman sizni. Shu opammi, yo onammi sizga ruxsat beraman joyiga qo'yishga" desa, biza o'shani ruxsat berilgandan keyin haqqimiz bor qo'yishga. Agarda bizaga mana o'zingiz qo'yasiz aka deydigan bo'lsa, bu biza u ayol mayitni yoniga yaqinlashishga haqqimiz yo'q. U bizaga nomahram u odam. Ana endi qo'yayotgan paytda shu ayol kishini qo'yasiz, o'zini oilasidan qo'yadigan inson bo'lmagandan keyin, "Ey onajon, mana sizni men ming rozi bo'lib, bolangiz bo'lib sizni qabrga qo'yyapman. Siz ham mendan rozi bo'ling" deb duo o'qib chiqib ketish kerak. Yosh kelin bo'lsa, singiljonim, singlim, Alloh seni vaqt soatini yetkazgan ekan. Shu seni qo'yish menga nasib qilib qolgan ekan. Sen mendan rozi bo'lgin, men qilgan mehnatimga sendan roziman deb bolasiday bo'lib qo'yish kerak. Har bir faslni o'zini muammosi, o'zini og'ir yengillik vaqti bor. Haligi birinchi anaqasiga kelamiz. Insonni o'ziga qarab, qabrni tez tayyor bo'lishi bor, qabr juda cho'zilib ketishi bor. Endi fasllarning ichida eng go'rkovlar uchun ozgina vazmin bo'ladigan vaqti bahor oylarida yomg'irgarchilik ko'p bo'ladi. Bu yerlarga insonlar ko'p yillar davomida qo'yilganligi uchun yeri, turpog'i insonni yog'iga aylanib ketadi. Insonni yog'iga aylanib ketadi, qo'shilib ketadi. Shundan keyin boyagi yog'li turpoq bo'lgandan keyin bahor oylarida qabr tashlab yuborish xavflari ko'p bo'ladi. Bir nechta go'rkovlar qabr tashlab olamdan o'tganlar bor.
mani o'zimda ham mana shu qabristonda ikkita go'rkovimni o'zim yaxshi shu yerda qarab turuvdim. Ikkita go'rkovimni qabr bosib qolgan. Qabr bosib qolgan, bu chetda turgan odamlar uni qanaqa qutqarib olishni bilmaydi. Unga lapatga uray desa, miyasiga urib qo'yamanmi deb qo'rqadi. Nima qilish kerakligini bilmaydi. O'shanda ikkita go'rkovimni o'zim bosib qo'yganda qutqarib olganman. O'sha bahor oyida go'rkovlar uchun menimcha eng ko'hna bo'lgan qabristonlarda vazminroq payti bo'ladi. Og'irroq payti bo'ladi. Nimaga deganingizda qishi bilan yer yumshaydi, yomg'irgarchilik bo'ladi. Shunda bosib qolish xavfi bo'ladi. Ayniqsa bizani Zangatalar 10 asrdan ko'p bo'lgan joylarda bu yerlarda bitta joyga kamida 30 tadan 40 tadan mayit qo'yilgan. To'rttala faslda ham o'ziga yarasha odamiga qarab og'ir yengillik anaqasi bo'ladi. Qabrni og'ir yengilligi. Endi biza anaqa qilib yeta olmaymiz-ku. Qabr odamiga qarab bo'ladi. Mozorga kirish odoblari bor, tahorat bilan kiriladi. Aqli mo'min, aqli qubbullar, qiyomat yaqin, mardona bo'ling deb salovat keltirib kiriladi qabristonga. Kirgandan keyin nihoyatda ohista kirib ziyorat qilinadi. Ohista kirib ziyorat qilinadi. Endi u yerda kirib baqirib gaplashish, kulish, u yerga kirib masalan bir qanaqadir nojo'ya ishlarni qilish joiz bo'lmaydi, taqiqlangan bu narsalar. Shu yotganlardan ibrat olib ziyoratini qilib chiqib ketadi. Qabr azobini yaratganini o'zi biladi. Payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tib ketayotganda qabrda qiynalayotganlarni ularga ma'lum ayon bo'lgan ekan, lekin biza bandalariga, kelgusi avlodlarga, ummatlariga bu narsa ayon bo'lmagan. Buni hech qaysi go'rkov ko'rmagan bu narsani. Qabr azoblarini. Masalan, men shuncha 16 yil ishlagan faoliyatim davomida guvoh bo'lganlarim chillasi chiqmagan chaqaloqni ham ko'mdik. 100 yoshga kirgan odamlarni ham ko'mdik. Ota bolani bitta joyga ko'mdik. Bir kunda otasi, bolasi, aka ukani ham ko'mdik. Onasi bilan o'g'lini ham ko'mdik. Er xotinni ham bittada ko'mdik bir kunda. Hammaligini Alloh rahmat qilsin. Shuning uchun har kuni o'limni eslab turish kerak. Har soatda kerak bo'lsa.